onam telefon qiluvdi. Yana mazasi yo'q bo'lib qoldimi? Vrach aytdi, onangiz ehtiyot qiling. Yo'q. Qani boraverasiz, bir gap bo'lar. $110,000 pul topdim. Bu topganim doriga yetmaydi-yu. Akalarimga telefon qilaman shekilli. Eplanolmayapman. Bo'pti, qani bir gap bo'lar, kiraveraychi. Onam keldim işte. Qanisiz? Onaginam, yana ish qilyapsizmi? Doktor aytdi sizga ishlamayman deb. Voy, keldingmi bolam? Kelin uyga ketdi-yu. Kelin yo'g'ida ichni tozalab qo'ydi odam. Hech mazam bo'lmayapti o'zi. Voy. Onaginam, sizga nima bo'ldi? Sizga mana shu ishlar zararlimi deya? Keliningiz kelib o'zi qilar edi ishlarni. Onaginam, o'zingiz ehtiyot qiling. Hali bizga ko'p keraksiz. Aziz yo'qqa o'xshaydi. Men hozir doktor olib kelaman. O'tiring. Qo'y bolam, ovora bo'lma, doktor aytdi. Qo'y, doktor kerak emas. Yana doktor chaqirasanmi? Qo'y bolam, keragi yo'q. Doktor kerak emas dema. Men hozir darrov borib olib kelaman. Siz o'tirib damingizni olib turing. Alo, assalomu alaykum. Doktor yaxshimisiz? Yana onam mazasi yo'q bo'lib qoluvdi, tezda bizga kela olmaysizmi? Xo'p, men eshikda kutib turaman, tezroq keling. Assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Nima bo'lyapsiz? Mazam bo'lmayapti bolam. Davlingizni o'lchaytiramiz endi, xolajon. Xola, qon bosimlaringiz yaxshi. Ozgina toliqib qolibsiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha o'g'lim, anchadan beri toliqyapman. Qandaydir mazam bo'lmayapti. Shu yaqindan beri tez toliqadigan bo'lib qoldim. Xavotirlanmang xola, hammasi yaxshi bo'ladi. Onajon, Alloh shifo bersin, tuzalib ketasiz. Xavotirlanmang. Aka, men sizga oldin ham aytganman, onaxonni davolating deb. Nimaga davolatmadingiz shu kungacha? Ahvollari og'irlashgan. Agar e'tibor qilmasangiz, onangizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Bo'ldi, doktor, harakat qilaman. Aka, Alloh shifo bersin. Tezroq harakatingizni qiling. Nima bu, telefonni olmayapti bular. Alo. Tillo uka, tuzukmisan? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Tuzukmisan? Ishlaring bo'lyaptimi? Ahmad aka, o'zingizsiz? Onam yaxshimi? Onam ancha og'irlashib qoldi. Doktorga chaqirdim bugun. Tezda yotqizmasanglar bo'lmaydi deyapti. Deganingiz bu aka, ko'rsatmadingmi doktorga? Doktor yotqizinglar, men sharoitim yo'q, ko'ryapsan, ishlarim yurmayapti. Tezda yotqizing. Vaqtim yo'q. Senlarga ona kerakmi yo ishmi? Tezda akamga telefon qilib kelishmaga. Aka, ishdan chiqib akamga telefon qilib o'tamiz. Akamga telefon qilib bo'lmayapti, tusholmayapman. Tezda O'taman, bo'lmasa o'zim olib o'taman. bo'pti, tezroq kelishga. Xo'p aka. Bu vijdonsiz aka-ukalar qayerda yuribdikina? 2 soat o'la hali kelgan yo'q. Opamga telefon qilaymi? Alo, assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Ana vijdonsiz aka-ukalar telefon qildim. 2 soat o'la hali kelishgan yo'q. Daragi ham yo'q. Onam ancha og'irlashib qolgan. Podshamdan ruxsat olib, keling opa yonimda turmasangiz bo'lmaydi. Aka-ukalarni ham chaqiring, tezroq kelishsa. Bolam. Akim bilan ukang kelmadimi? Oping ham kelmadi-ya. Endi senga ishonaman. Boshqa kimga ishonaman bolam? Mendan keyin akalaring bilan ahil bo'linglar. Akalaringga sen hamisha g'amxo'rlik qilgin. Akalaringga gaplarim borida.
G'amxo'r bo'l ukalaringga, akalaringga. Ona qo'rqitma. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Sog'ayib ketamiz. Aya, ayamga nima qildi? Ayajon, Keldim. aya, ayajon, ayajon. Biroq yemadiydi. Yo'q, uka. Aya, Ona. Onajon. Ona. Sen nomard. Uyda o'tirib onamga qaramadingmi, ha? Sen qachon kelib xabar olding? Ilm o'qilib ko'tarishmading. Onaginama. Vaqtida qadringizga yetmadim, men ahmoq bo'lingizni kechiring, ona. Ona. Siz rahmat bo'lingizni kechiring, ona. Ilm o'qiganda ko'tarmabman. Aka, kelmading. Bolam, bu dunyo bevafo ekan. Seni bu yolg'onchi dunyoga yolg'iz tashlab ketyapman-da. Lekin sen hech ham o'ksima. Meni ruhim hamisha sen bilan bo'ladi. Dadil bo'l. Mard bo'l. Xayr, bolam.